Bir aka-uka bo'lgan ekan deydi. Qattiq janjallashib, oralariga ozgina sovuqchilik tushib qolgan ekan deydi. Shunda ukasi akasining yoniga kelib, "Aka, bir kitobda o'qib qoldim. Aka-uka janjallashib qolsa, qaysi biri birinchi kechirim so'rasa, ashi inson jannatga kirar ekan." Desa akasi, "Xo'p, kichkinasan, kechirim so'ra uka." Desa ukasi aytgan ekan, "Aka, sizdan oldin jannatga kirgani hayo qildim" degan ekan. Qarang, qanday aka-ukalar bo'lgan. Hozircha bir oilada katta bo'lgan. Kerak bo'lsa bir-biriga jonini beradigan, har xil vaziyatlarda himoya qiladigan aka-ukalarni bitta kelin kelib ayirib tashlayapti.